yurtdoshlar, mana bugun biz hozir avtobusning ichki qismidamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, pastga joylanmari tuzgan. Yo'lovchilarimiz oldi hamda orqa o'rindiqlarda joylashib olishgan. Muhim ularning kayfiyatlari a'lo darajada. Keling, yo'lovchilarimizdan kiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom, yaxshi. Kayfiyatlar a'lomi? Kayfiyatlar a'lo Xudo xohlasa darajada. qayerga ketyapsiz? Xudo xohlasa Moskvaga deyapmiz. Moskvaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Moskvaga bilet narxlari endi YouTube'ga kirib topdim-da buni. YouTube'ga kirib Qanchaga? topdim. 865 ming so'm deydi. 865 ming so'm deydi. Sizga ma'qul keldimi? Menga ma'qul keldi. Keyin bu yerga keldimda so'radim maktab vaziridan. Qo'shni 865 ming so'm deydi. Keyin olib biletlarni mana bemalol o'tirib joylashib xursandmiz. Hamma sharoitlar bor, qonuniy hammasi, hech qanday bir qonun yo'q. Rahmat. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Boshqalarga tavsiya qilaman. Hozir biletlarni asosan siz onlayn xarid qildingizmi yoki kelib turib? Yo'q, men kelib turib xarid qildim. Oilaga Onlayn xarid qilsa bo'ladi. Rahmat sizga. Mana qadrli yurtdoshlar, yo'lovchilarimizdan fikr almashdik. Sizga oq yo'l tilaymiz. Yaxshi bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Agarda kimgadir telefon raqamlarimiz kerak bo'lsa, ekranda qoldirilgan nomerlarga bog'lanib, masofadan